Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu loyiha Mikrokredit bank hamkorligida tashkil qilingan. Andijon viloyati Paxtaobod tumani Soy mahalla fuqarolar yig'inida 73, 74, 98 va 101 konturlarda tashkil qilingan. Ushbu konturning umumiy maydoni 10 gektar bo'lib, 100 ta issiqxona qurib bitkazilgan. Har bir issiqxonani har bir sotuvi uchun 9 million so'm xarajat qilingan qurib bitgunga qadar. Va bu maydonni, bu issiqxonamiz barchasiga pomidor mahsuloti ekilgan. Umumiy kontur 50 ta dehqon xo'jaligiga bo'lib berilgan va ularni Triple Quality MCJ lider tadbirkorga biriktirilgan. Bu yerda har bir gektardan 26 tonnadan pomidor mahsuloti olish reja qilingan. Umumiy 313 tonna mahsulot olish rejalashtirilgan va buning uchun zamonaviy texnologiyalar asosida parvarish qilinmoqda. Issiqxonamizni eni 4 metr, uzunligi 25 metr va bo'yi 5 metr qilib qurib bitkazilgan. Ushbu pomidor mahsulotimiz 90 kunda pishib yetilishi rejalashtirilgan va ikkinchi ekinga ham yuqori daromad keltiruvchi mahsulot ekish rejalashtirilgan.